Rəis əzalarının iqtidarını küçəytiş, orqanizmның təbii küçünü əsli keltirishdek davalash prinsipiga asasən, yangi tipdagi tajisimon virus bilan yuqumlanğan öpkə yallig'ining kelinkilik alayligiga birlashtirib, Uyg'ur tibobati bo'yicha oldini olish va davolash tadbirini dastlabki qadamda bekitdi. Kasalning oldini olish retseptidan birini, kasalni davolash retseptidan 3ni tuzib chiqdi. Hozir shu doktorxonada umumlashtirilib ishlatilyotidi. Bu retseptlarning tarkibida nafaslanish sistemasi kasalliklarini davolashda uzoqdan buyon ishlatilib kelayotgan, unumi aniq bo'lgan Tianshan binafshasi, chuchuk boya, jongo zupasi qatorliq o'simlik dorilar bor. Bularning qizitma yondirish, zahar qaytarish roli bor. Yana ba'zilari badaniga zaharni tozalaydi. Davlat e'lon qilgan loyihaga asosan davolash loyihamizni uzluksiz a'lolashtirib, mukammallashtiramiz. Yuqumning oldini olish tizginlash mezgilida virusning tarqalishini to'sish uchun bir qism kishilarni uyida ayirib kuzatishga to'g'ri keldi. Mahalla xizmatchilari ularning turmushiga yaqindan ko'ngil bilib, har vaqt paranglashib fikr almashtirib, uygacha berib mulozimat qilib, turmush qiyinchiligini hal qilishiga yordamlashib, ularga illiqlik va ishonch bag'ishladi. Ürümçi şəhri Şimgo rayonu Şuytaşan təvəllik rayonunu başqırış komiteti İttifaq Şimali məhəlləsinin ahalisi Ləntağa bir qancha günün aldıda işkiri rayonlardan Şinjan qaytqanlar bilan uchrashqashqa yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyoji bo'yicha mahalla xodimlari uni uyida ayirib kuzatishga o'rlashtirgan edi. Ləntağa o'zi yolg'iz turdi, tamoq etolmaydi va aql yon telefon ishlatishni bilmaydi. Shunga uning kunlik 3 vaqt tamoqi va salomatlik ahvoli mahalla xizmatchilari eng andisha qiladigan ishga aylandi. Bugun Ləntağa sozumyan apirib berdim. Odatda uningga polo, lag'man qatorli quvvatli tamoq, yana meva-chevalarni apirib beraman. Alohida mezgilda mahalla xizmatchilaridan tamoq to'shish guruhi qurib, uyda kuzatilayotganlarga kundalik 3 vaqt tamoqni haqsiz yetkazib berdi. Yana mahallaning dezinfeksiyalash xizmatiga mas'ul xodimlarni dezinfeksiya buyumlari, zarur turmush buyumlarini uygacha yetkazib berishga o'rlashtirdi. Tuzni eshik oldiga qo'yib qo'ydim. Kim u? Mən mahalla xizmatchisi Can Xayşa. Ishikni ochaymi? Yo'q, bo'ldi, ochmang. Nima kerak bo'lsa menga ayting. Undidarda uchur yo'llasingizmi bo'ladi? Ma'qul, rahmat. Hech qisi yo'q. Dal vaqtida jiddiy ahvolga taqobil turish guruhisida 7 ni qurib, har kuni telefonda yoki silliq ko'rishib, badan temperaturasi, salomatlik ahvolini egallab turdik. Kunlik kerakli turmush buyumlari kerak bo'lsa darhol yetkazib berdik. Ham psixika jihatdan yetakladik. Asqar, bugun sizlarga nima kerak? Men tushdan keyin opirib beray. Rahmat, bir qancha kundan buyon har kuni narsa kerak akilib beryapsizlar. Asqar Rehimning o'g'li Anqar Asqar Wuhan fan texnika dashusida o'qiydi. 1-oyning 10-kuni ta'tilga qo'yib berilib qaytib kelgandan keyin bir oila kishilari tashabbuskorlik bilan uyda kuzatishni qabul qildi. Oilalarni huddiga olgan mahalla kadri har kuni ularga ko'ngil bilib va muhim nuqtalarni ta'kidlab, bir oila kishilarini texmi xotirjam qildi. Mahaldagilar bizga intayin ko'ngil bo'ldi. Ko'ktat setib olib akilib beryapti. Hatto axlatlarimizni to'kib beryapti. Ko'p rahmat. Meningcha mushundoq uydan sirtqa chiqmagan ahvolda cho'qim yaxshi ruhiy holatni saqlashimiz, uydimi muvofiq harakatlarni qilishimiz kerak. Ayırıb etiş, mehr-muhabbatdan ayırıb etishdan derak bermaydi. Hozir İttifaq Şimali mahallasida 85 oilalik 126 odam uyda ayırıb etildi. Mahalladagi 50 xizmatchi butun kun xizmat o'rnida chang turib ishlab, yuqumning oldini olish, tizginlash va mulozimat xizmatini yaxshi ishladi. Abdunum rayon yangi tipdagi tajisimon virus bilan yuqumlangan o'pka yallig'i yuqumini ko'zda tutib, har darajalik, har turdagi maktablarning atiyozlik o'qish boshlash vaqtini kechiktirishni qaror qildi. To'liqsiz 3-yillik va to'liq 3-yillik o'quvchilarning imtihoniga tayyorlik qilishiga ta'sir yetkazmaslik uchun Abdunum rayonimizdagi bir qism maktablar va o'qituvchilar to'g'rida dars o'tish usulini qo'llanib, o'quvchilarni to'g'rida dars anglab, dars to'xtasimi o'rganishni to'xtatib qo'ymaslik imkoniyatiga ega qildi. To'rda o'quvchilarga dars o'tayotgan bu muallim Urumchi shaharlik 1-o'rta maktab to'liq 3-yillikning ingliz tili o'qituvchisi Huang Sha. Garchi bu uning tunji qitim to'rda sinov tariqasida dars o'tishi bo'lsa-mu, lekin 50 minutlik dars unumidan nihoyat rozi bo'ldi. Bolalarning o'zaro fikr almashtirish jarayonidagi ifodasidan darsni ko'ngil qo'yib anglaganligini his qildim. Men astoydil dars tayyorladim. Oldin tayyorlikni yaxshi qilib, bolalarni oldin takror qildirdim. Bundaq bo'lganda darsning unumi yaxshi bo'ladi. Yuqumning to'liq 3-yillik o'quvchilarining imtihonga tayyorlik qilishiga ta'sir ko'rsatmasligi uchun Urumchi shaharlik 1-o'rta maktab to'liq 3-yilliklarga to'rda dars o'tishga oldin tayyorlik qildi. Barliq o'qituvchilarni tashkillab to'r darsi to'p qurib, to'r darsi darslik detalni yaxshi ishladi. Bugun kech soat 20:30 dan boshlab to'liq 3-yillikdagi 900 dan ko'proq o'quvchi uyida yon telefon, kompyuter orqali dars anglay oladi. Bu ish nihoyatda dal vaqtida bo'ldi. Bolalar o'zi o'rganadigan bo'lsa, yo'lnishni to'g'ri tutolmaydi. O'qituvchilar to'g'ri dars tasdiqlagandan keyin bu bolalarning har qaysi jihatlari uchun ilgari surish rolini o'ynaydi.
Үрümçi şəhərlik 1-ci o'rta məktəb torda bevosita dərs o'tishni yo'lga qo'yish bilan bir vaqtda yana to'liq 3-ci yillikning 40 necha o'qituvchisini dars mazmunini tuzib tayyorlab torga yo'llashga tashkillab butun Şinjandagi barliq to'liq o'rta 3-ci yillik o'quvchilarga umumyuzlik echib Dərslik məzmununu sürətə elib göstərişinin faydası shuki, mühim nöqtələrini təkrar köygül bulundu. Bizmə o'qituvchilardan bu dərslikni sürətə elishdə çoxum sərxil mol məzmunluq dərslərini tanlab tayyorlab, o'quvchilarga nihoyat dal mos yetakchilik qilib, barliq to'liq 3-ci yillik o'quvchilarining mustahkam ishonch turg'izishiga yordam berib, yuqum ustidan g'olib kelib qolmay, oliy maktab imtihonida g'alabani qo'lga keltirishni talab qildik. Bir qancha kundan buyon Qumul shahərlik 4-ci o'rta məktəbinin fizika o'qituvchisi Pang Xoyruy har kuni belgilangan vaqtda to'liqsiz 3-ci yillikning o'quvchilariga torda dars o'tdi. Ko'pchilik uyda darslik kitobdagi bob paragraf bo'yicha takror qilib, to'liqsizni bitirish imtihoniga tayyorlik qildi. Pang Xoyruy tor darsining unumli bo'lishi uchun dangliq o'qituvchi, dangliq maktablarning tor darsidagi ilg'or tajribalarini uzluksiz xulosalab va o'rnak olib, dars mazmuni va o'tish usulini mukammallashtirdi.